vazirliklarni sonini ko'payishi bizni ta'limda oldinga olib chiqmaydi hech qachon. Ingliz tilini bilish darajasi bo'yicha biz Afg'onistondan orqada turibmiz. 4-5 yildan keyin ko'rasiz. Hozirgi universitet prototipi qolmasligi mumkin. Dunyoning rivojlangan top 100 ta universitetining aksariyati bu xususiy universitetlar. 2 bosqichli doktorantura. Sovet mafkurasidan qolgan an'ana. Sifat o'xshadimi yoki aksincha tushib ketadimi? 20 ga kirgan talabaga nimani kiyib, nimani kiymaslikni o'rgatyapsiz, tasavvur qiling. Amerikani Amerika qilgan tadbirkorlik ruhi bor. 10 soniyada nimadir yetkazib bera olsangiz, siz eng professional marketolog bo'lasiz. O'zidan keyin auditoriyaga kirgan talabani kirgizmaydi. Uzoqqa ketmaysiz. Toshkentdagi xorijiy filiallar ma'lum bir foizgacha sizni darsga kelmaslik haqqingiz bor. Maktabda, universitetdan bezdiradigan o'qituvchi bo'ladigan bo'lsa, uni darsga kelishdan nima foyda? Ish asol olmaydi. Hayron qolasiz. Katta universitet rektori xuddi bir 3 oy sartaroshga bormagandek. Yuribdiki mana, agarki bizda dunyo yangi reyting chiqarsa edi, formashim bilmadim yana nima galstuk davomi mumkin o'sha reytingda biz birinchi o'rinni olardik. Quvonarlisi unaqa reyting yo'q. Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar, do'stona suhbat loyihasining aziz muxlislari. Do'stona suhbat loyihasining bugungi sonini biz offline shaklida efirga uzatishga qaror qildik. Bugungi suhbatimiz jamiyatimizning eng muhim sohalaridan biri bo'lgan ta'lim sohasi, xususan oliy ta'lim sohasida suhbatlashamiz. Assalomu alaykum va bugungi loyihamiz mehmoni Silk Road Research Academy rahbari, amaliy tilshunoslik sohasi doktori, professor, oliy ta'lim bo'yicha xalqaro ekspert Azamat aka Akbarov. Xush kelibsiz. Azamat aka, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Rahmatli, katta rahmat taklif uchun. Azamat aka, mana endi har bir ta'limni tayanchi maktabgacha ta'lim va maktab ta'limi hisoblanadi. Hozirgi paytda hamma ham maktabga endi munosabati, o'quvchilarni maktabga, darsga bo'lgan munosabati har xilcha. Ayrim o'quvchilarni darsga kelmayotganlik holatlari ham kuzatiladi. Buni oldini olish maqsadida ota-onalarga jarima jazosi belgilangan. Bu holat qanchalik darajada muammoga yechim bo'lyapti yoki boshqa bir yechimlar ham bormi? Juda o'rinli bir savolni berdiz. Haqiqatan ham bizni davlatimizning kelajagi bu inson resurslari va davlatimizni 60% aholisi bu aynan yoshlarni tashkil etadi. Demak, yoshlar bu bizni kelajak driverimiz hisoblanadi. Biz bularga hozirdan qanaqa investitsiya qiladigan bo'lsak, kelajakda bu davlatimizni o'sha ilm fandagi, texnologiyadagi kuchini belgilab beradi. Chunki O'zbekistonning yumshoq kuchi bu uni aynan yoshlardagi ko'nikmalari va potensiali bo'lish kerak deb o'ylayman. Shuning uchun dunyoning shunday bir davlati yo'qki, masalan, o'rta ta'lim majburiy emas hisoblanadi. Ya'ni bu majburiy ta'lim hisoblanadi. Mumkin bordir shunaqa ota-onalar haqiqatan ham masalan qasddan bolasini maktabga yubormaydigan. Bular nafaqat ularga jazo qo'llash kerak. Men o'ylayman, ularni kerak bo'lsa masalan ota-onalik huquqidan mahrum etish kerak. Agar shunaqa ota-onalar bo'ladigan bo'lsa, ularga og'ir jazo qo'llash kerak. Ya'ni eng ta'limga muhtoj vaqtida bolani psixologik va evolyutsion shakllanadigan vaqtda buni masalan maktabga emas, bozorga yuboradigan ota-onalar bo'lishi mumkin. Lekin bu o'sha 38 million aholini necha foizini tashkil etadi? Buni bir ko'rish kerak. Chunki biz odatda jarima qo'llaydigan davlatga aylanmasligimiz kerak. Chunki bu insonlarni bezdirib tashlaydi. Ya'ni bizda ajoyib bir statistika bormi? Masalan, so'nggi 1 yilda maktabga bormagan, bolasini yubormagan farzandlar qanaqa aholi qatlamiga teng? Oilasi nimadan iborat? Ya'ni qanaqa muammolari bor? Biz bunga bir qarashimiz kerak. Chunki agar hozir biz mana 1-apreldan shu qonunni joriy etadigan bo'lsak, keyingi 1-aprelgacha ta'lim tizimi o'zgaradimi, yo'qmi? Ta'lim sifati o'zgaradimi, yo'qmi? Agar o'zgarmaydigan bo'lsa, ya'ni o'sha muammolar bilan qoladigan bo'lsa, demak biz muammoni sabablari emas, asoratlari bilan kurashyapmiz. Agar biz boshqa davlatlarni misolini qilib oladigan bo'lsak, bunaqa qonun Germaniyada ham bor, Janubiy Koreyadan ham bor. Lekin bu qo'llanishi mumkin bo'lgan eng oxirida turadigan qonunlardan biri. Chunki bungacha yetib bormaydi davlat. Birinchi navbatda biz ko'rishimiz kerak, ya'ni muammo nimadan iborat? Bir yosh haligi talaba, o'quvchi nima uchun maktabga bormaydi? Buni juda ko'p sabablari bor. Masalan, sifatsiz ta'lim bo'lishi mumkin, o'qituvchilar yetishmasligi bo'lishi mumkin, qo'pol o'qituvchi bo'lishi mumkin, bullying bo'lishi mumkin. Mana bullying hozir UNESCO statistikasiga ko'ra 12-15 yosh orasi bolalarni dunyodagi 50% boshidan bullyingni kechirib o'tgan. Bullying bu uzoq vaqt qaysi bir bolaga qasddan shikast yetkazish, ya'ni uni xo'rlash, unga azob berish.
Bu ham ruhan ham jismonan. har tomonlama to'g'ri aytyapsiz. Ya'ni ba'zi bolalar bor, buni ota-onasiga ayta olmaydi. Ya'ni bu bullying o'qituvchi tomonidan ham bo'lishi mumkin. Mana o'zi ko'ryapmiz, yaqin oralarda talabalarni masalan turli xil shilqimlik qilgan o'qituvchilar ham bor. Yo'q emas bular. Biz oldin shunga qarashimiz kerak. Yoki tengdoshlari tomonidan bo'lishi mumkin albatta. Ya'ni psixologik yordam berilyaptimi, yo'qmi? Ya'ni darsni kontentni qanday? Men yaqinda bir yaqin do'stimni farzandidan gaplashdik. Umuman borishni istamayapti. Nima uchun sababini so'rasa, ya'ni o'qituvchi darsga kelar ekan, qanaqadir bir mavzuni aytib, o'zi o'tirar ekan telefonda, bolalar o'tirishar ekan. Tasavvur qiling. Ya'ni bu bola borib bormasligi nima oqibati bor? Shuning uchun men o'ylayman, bu qonun chiqarishdan oldin buni olimlar tomonidan, olimlarning fikrlarini o'rganib chiqish kerak va o'sha aynan kimlar bormayapti, buni o'rganib chiqishimiz kerak. Ya'ni ayb nimada? Tasavvur qiling, agar men ota-ona sifatida o'zimni farzandimga bor desam, lekin farzandim ya'ni maktabdagi negativ oqibatlar sababli borishni istamasa, jarima kimga yoziladi? Mengami yo maktabda sifatli ta'lim yaratib bera olmagan rahbariyatga ham yozilishi kerak. Shuning uchun men o'ylayman, davlat agar jarima chiqaradigan bo'lsa, buni ikki tomonlama qilish kerak. Masalan, to'g'ri, qasddan ota-ona bor, bolasini yubormaydi, jarimani yozish kerak ularga. Lekin bolasini yuborishni istaydi, bolasi lekin borishni istamaydi. Nima uchun? Maktabda sharoit yaratilmagani uchun. Shunda ota-onaga ham huquq berish kerak. Maktabni sud orqali maktabga jazo yozish kerak. Agar ikki tomonlama bo'lmaydigan bo'lsa, biz faqat xalqqa masalan chora jazo qo'llaydigan bo'lsak, bu ya'ni men o'ylamayman bu bilan biz ta'lim sifatini rivojlantirishimiz mumkin deb. Bugungi kunda yurtimizda 3 ta vazirlik faoliyat olib bormoqda, ya'ni maktabgacha ta'lim, o'rta ta'lim va oliy ta'lim muassasalari va aynan mana shu vazirliklarni hamkorligi qay darajada bugungi kunda? Ya'ni baribir bir-biri bilan bog'liq vazirliklar hisoblanadi, faoliyati, umuman shug'ullanishi. Chunki o'rta maktabni bitirganlar baribir oliy ta'lim muassasasiga boradi. Maktabgacha bo'lgan ta'limni bitirganlar o'rta ta'limga boradi va shu ularning hamkorlik darajasi bugungi kunda qay darajada? Birinchi navbatda hamma vaqt o'sha rivojlangan davlatlar misoliga qarash kerak. Ya'ni u davlatlarda nechta ta'lim vazirligi bor? Ya'ni uzoqqa bormaymiz, qo'shni O'rta Osiyo, Markaziy Osiyo davlatlarga qaraymiz. Masalan, Qozog'istonda fan va ta'lim vazirligi bor. Faqatgina bitta vazirlik. Tojikistonda ham bitta vazirlik bor. Qirg'izistonda ham bitta vazirlik bor. Vazirliklarning ko'payishi bu birinchidan katta resurs talab etadi. Ya'ni u byurokrat mashinaga aylanib ketadi vazirlik. Bu bir. Ikki, qaysi bir vazirlikda olinadigan qaror, masalan aytaylik, boshlang'ich ta'lim bilan aloqador bir qaror, ertaga oliy ta'lim yoki professional litsey, kollejlarga ham ta'sir o'tkazishi mumkin. Yoki ba'zan bir ishni 3 ta vazirlik yoki 2 ta vazirlik ayni vaqtda qilishi mumkin. Bir-biridan xabarsiz qilishi mumkin. Hozir ko'ryapmiz, dunyoda ta'lim shiddatdan o'zgarib ketyapti. Nafaqat oliy ta'lim, o'rta ta'lim ham o'zgarib ketyapti. Ya'ni bu qarorni biz joriy etadigan vaqtimiz turli vazirliklardan keladigan fikrlarni olgandan ko'ra bitta vazirlik rahbarligida tezkor qarorlarni qabul qilib, insonni kelajagiga ta'sir o'tkazadigan mexanizmlarni joriy etishimiz mumkin. Shuning uchun men o'ylayman, mana bu 2-3 talab bo'ladigan vazirlik bu dunyoda juda kamdan kam davlatlarda bunday narsa bor. Masalan, Avstraliya misolida, Amerika misolida yoki G'arbiy Yevropa misolida, Janubiy Koreya, Yaponiya misolida ularda faqat bitta vazirlik bor. Ya'ni ba'zan u vazirlik ham qo'shilib ketgan bo'ladi. Yoshlar, ta'lim, sport vazirligi bor. Amerikada faqat ta'lim vazirligi, uni ham masalan janob Tramp yopyapti, masalan qarorni chiqardi. Ya'ni aytayaptiki, biz deydi yillar davomida Amerikadagi ta'lim vazirligini ta'lim departamenti deyishadi, byudjeti $100 milliard, ya'ni O'zbekistonni 1 yillik yalpi ichki mahsulotiga teng. Lekin Tramp janoblarining tezisiga ko'ra biz milliardlab pul ajratyapmiz, lekin bizni AQSh talabalari dunyoning ilg'or davlatlaridan orqada qolyapti. Matematikada, fizikada, kimiyada deydi. Ya'ni siz ta'lim emas, boshqa ishlar bilan shug'ullanyapsiz deydi. Ya'ni dunyoni eng katta ekonomikasiga ega davlat. Ya'ni $30 trillion byudjeti bor. Dunyoning top 100 ta universitetining ichida kamida 60 ta universitet Amerikadan chiqqan. Lekin rahbariyat shuni ko'ryaptiki, ta'limni izchil borishi uchun imkon qadar avtonomiya berilishi kerak. Ya'ni universitetlar o'zini boshqarish, maktablar professional tarzda o'zini boshqarish. Hozirgi davrda insonlar hammasi aqlli, ongli. Globalizatsiya davrida insonlarni tepadan turib boshqarish davri o'tdi deb o'ylayman. Ya'ni bu Sovet davridan qolgan bir an'ana edi. Germaniya federal davlat. 12 ta va 16 ta viloyati bor. Federal hukumat faqatgina oliy ta'lim bilan shug'ullanadi, bo'ldi. Lekin viloyatlar 16 ta viloyat o'rta ta'lim bilan shug'ullanadi. Ya'ni avtonomiyani berib qo'ygan. Men o'ylayman,
vazirliklarning sonini ko'payishi bizni ta'limda oldinga olib chiqmaydi hech qachon. Mana bitta misol, hamma vaqt raqamlar bilan gapirish kerak. World Population Ranking by Education degan reyting bor. Ya'ni davlatlarni ta'lim reytingini belgilab beradi. Ya'ni O'rta Osiyo davlatlarining orasida biz eng orqada turibmiz o'zi. 87-o'rinda tasavvur qiling. Ya'ni Turkmaniston, Qozog'iston, Qirg'iziston bizdan oldinda turibdi. Yani ularda bitta vazirlik bor, bizda soni ko'p, lekin biz 87-o'rinda. Ingliz tilini bilish darajasi bo'yicha reyting ham chiqdi yaqinda. Biz Afg'onistondan orqada turibmiz o'zi. Tasavvur. 98-o'rinda, Afg'oniston 95-o'rinda. Agar reytinglarda biz orqada qoladigan bo'lsak va bu ko'p vazirlikni, ko'p byurokratik vazirliklar, bular dunyoni tendensiyasiga moslashi juda qiyin bo'ladi. Ya'ni oliy ta'lim vazirligi oldin peshqadam bo'lishi mumkin, xalq ta'lim vazirligi orqada qolib ketishi mumkin. Bu buni torta olmaydi. Odatda juda ko'plab minglab maktablarni bitiruvchilari oliy ta'limga joylasha olmayapti o'zi. Samarqand viloyati yaqin oralargacha ro'yxatning oxirlarida turgan. O'zi oxirgi 1 yil bilmadim qaysi o'rinda turibdi. Universitetlar o'rta ta'limni ayblaydi. Ya'ni universitetdagi ta'limni past darajasiga sababkor bu maktabdagi o'quv rejalari va o'sha mahsulot bizga yetib keladi deydi. O'rta ta'lim oliy ta'limni ayblaydi. Bular to'g'ri o'qita olmayapti, shunaqa. Ikkalasi bir-birini ayblov bilan mashg'ul. Shuning uchun men o'ylayman, bizga bitta vazirlik yetadi. Dunyo tajribalaridan kelib chiqqan birlashtirish kerak va buni ixchamlashtirish kerak. Hozir insonlarni boshqaradigan davr emas, insonlarga yo'l ko'rsatadigan davr. Bitta vazir hammaga yo'l ko'rsatib berish kerak, insonlarga avtonomiya berish kerak degan taxmindaman. Oliy ta'lim tizimining kelajagi qanday bo'ladi? Qanday yo'nalishda rivojlanadi bular va tendensiyasi qanday bo'ladi? Yaxshi bir savol berdingiz. Masalan, o'zimiz ham yangi yil oldi bilan o'tgan yilni sarhisob yangi yiliga oilaviy rejalar tuzamizda. Oddiy bir kichik oila ham o'ziga reja qiladi. Keyingi yilda men qaysi ishlarni bajaraman? Har bir talaba ham shuni bajaradi. Endi tasavvur qiling, davlat miqyosida universitetlar o'zini 3-4 yildan keyingi jarayonda o'zini salohiyatdan kelib chiqqan holda nima ish qiladi? Universitet yopiladimi, ochiladimi? Qo'shimcha talaba oladimi? Yangi yo'nalishlar ochiladimi? Yoki bir-biriga qo'shilib ketadimi? Yo bir-biriga qo'shilib ketadimi? Hozirgi mana bo'lyapti Toshkentda 3 ta universitet bitta universitetga aylandi. To'g'ri, asosan ixchamlashtirish bu byudjetdan qanaqadir iqtisod qilish, ya'ni ekonomika qilish, ya'ni kadrlarni kamaytirish bilan degan proses. Biz hozir kelajakka qaraydigan bo'lsak, masalan, hozir atrofda ko'ryapmiz, universitetlarga kirmay turib, talabalarda IELTSdan 9 olgan ballar bor. Ya'ni o'quv markazlarida yaqinda qayerdadir o'qidim, 9 ga kirganmi, 10 ga kirgan O'zbekiston talabasi, ya'ni o'quvchi 6 mi 7 ball olgan IELTSdan. Ya'ni tasavvur qiling, agar biz 10 yil oldinga qaraydigan bo'lsak, o'quv markazlarining kamligi bir davrda, IELTSga va dunyoga ochilmagan bir davrda universitetlar bilim manbai hisoblanardi. Hozirgi davrga kelib, birinchi kursdagi aksariyat talabalarni ingliz tili bilimi o'qituvchilardan baland. Tasavvur qiling. Bu talaba o'qituvchisidan nima olishi mumkin? Bu fan kesimlarida ham shunday hozir. Demak, kelajakda juda ko'p universitetlar 4 yillik ta'lim emas, 2 yil ta'limga o'tadi. Mana Yevropada hozir 3 yillik ta'lim va darslar soni qisqaradi va universitetlar applikatsiyaga aylanib ketadi. Spotify'ga aylanib ketadi. Siz bitta bosishingiz bilan telefondagi sun'iy intellekt sizni kuzatib boradi va sizni ehtiyojlaringizdan, ko'nikmalaringizdan, salohiyatdan kelib chiqqan holda sizga qaysi bir universitet tavsiya etadi, tasavvur qiling. Bizda odatda biz jamiyatdagi nima deydi, obro'li ishlardan kelib chiqqan holda, o'sha yo'nalishlardan kelib chiqqan holda topshiramiz. Masalan, yurisprudensiya bo'lishi mumkin, biznes bo'lishi mumkin, boshqa. Lekin talabani salohiyati bunga yetmaydi. Masalan, ota-onasi ichki ishlarda ishlagan bo'lishi mumkin yo boshqa sohalarda, shuning uchun boradi. Shuning uchun eng ko'p adashgan joyimiz ham shu. Ya'ni talabani ichki salohiyati bilan o'qiydigan yo'nalishni bir-biriga teskari, juda ham teskari. Kelajakda bu narsani sun'iy intellekt bajaradi va sizga qaysi bir universitet taklif etishi ham mumkin. 4-5 yildan keyin ko'rasiz. Hozirgi universitet prototipi qolmasligi mumkin. Ya'ni 4 ta devor, parta, stol. Universitetlar transformatsiyasi jadallik bilan ketyapti. Chunki juda ko'p universitetlar nima uchun kerak aslida? Universitetlar beradigan ilm uchun kerak, to'g'ri? Va ilm oqibati, mahsuloti bu diplom. Va diplom orqali siz ishga kirardingiz. Hozir rivojlangan kompaniyalar diplom so'ramaydi, tasavvur qiling. Agar kompaniyalar diplom so'ramaydigan bo'lsa, unda universitetga borishni na ehtiyoji bor. Universitet kerak emas. Hozir ishga kirganda HR, ya'ni kadrlar mudiri sizdan ikkita narsani so'raydi. Bir, qayerda bitirgansiz va diplomingiz bormi? 2, oldin qaysi lavozimlarda ishlagansiz?
1-2 yillarda ko'rasiz, kadrlar mudiri diplom so'ramaydi, qayerni bitirganingizni so'ramaydi, ikkita narsani so'raydi. Bitta, nima ko'nikmalarga egasiz va onlayn portfolio shakllantirganmisiz? Tamom, tugadi. Agar kuchli kompaniya HRlari buni so'raydigan bo'lsa, universitetga borish kerakmi, kerakmasmi degan savol tug'iladi. Demak, jamiyatdagi yoshlarning fikri ham o'zgaradi. Hozir ko'pchilik holatlarda yoshlarning bir fikri bilan o'rtoqlashadigan bo'lsangiz, mana oliy ta'limda ikki xil oliy ta'lim, hozir davlat oliy ta'lim va xususiy nodavlat oliy ta'limlari ko'proq shakllanyapti. Ya'ni xususiy oliy ta'limda soni jihatidan ham oshib boryapti. Ana shu ikkita bir universitetlarni tanlashga qolganda yoshlarning fikrida bitta fikr shakllangan. Endi ayrim ba'zilarida, hammasida ham emas, ayrimlarida men agar xususiy oliy ta'limga o'qishga kirib tahsil oladigan bo'lsam, ertaga bitta joyga borganimda uni diplomi o'tmaydi degan fikrda ham borda yoshlarimiz. To'g'ri. Hozir sizni fikringizdan agar inobatga oladigan bo'lsak, men o'ylayman kelajakda oliy ta'limda xususiy oliy ta'limlarda ahamiyati katta bo'lib ketadi, menimcha. Nima uchundir O'zbekistonda, Markaziy Osiyoda xususiy va davlat oliy ta'lim degan tushuncha bor. Xususiy universitetlari yaqin yillarda rivojlangani sababli va soni ortgani sababli, oldin masalan davlat ta'limi bo'lardi bizda, davlat oliy ta'lim universitetlari. G'arbda umuman bu tushunchani o'zi, ya'ni ba'zan men o'zim bilmay qolaman bu universitet xususiymi yo davlatnikimi. Chunki birinchidan juda sifatli universitet, ikkinchidan dunyoda katta reytingga ega universitet. Va oxir-oqibat qaraysiz internetda xususiy universitet ekan. Ya'ni dunyoning rivojlangan top 100 ta universitetining aksariyati bu xususiy universitetlar. Chunki ta'lim davlatning ishi bo'lmasligi kerak aslida. Ya'ni qachongina agar raqobat bo'lsa, konkurensiya bo'lsa, shunda ta'lim rivojlanadi. Qachonki siz uni nazoratga olsangiz, ya'ni imkon qadar byurokratik richakni ishlatadigan bo'lsangiz, ya'ni oliy ta'lim davlatning bir platformasiga aylanadi va bu yerda qanaqadir innovatsiya degan tushuncha bo'lmaydi albatta. Xususiy universitetlardagi sifat qay darajada? Buni xususiy universitetlarni bitiruvchilarini so'rab, ulardan so'rash kerak va u bitiruvchilarni ishga oladiganlardan so'rash kerak. Hozirda xususiy universitetlar ko'proq biznesga qaratilgan, ya'ni odatda xususiy universitetlar 80% ta'lim, ya'ni yilda 2 marta keladigan, bir oy ta'lim oladigan talabalar. Bu bilan aytmoqchi emasman, ya'ni davlatga 4 yil borib yaxshi talaba bo'lib chiqadi-yu, xususiyga yo'q. Men bunday aytmoqchi emasman. Ba'zi talabalar bor, davlatga 4 yil borsa ham hech narsani o'rgana olmaydi. Davlat universitetlari o'zi ancha qoloq, ya'ni orqada qolyapti. Ya'ni dunyodagi trendlardan ancha orqada. Xususiylar shu bo'shliqni yopishga harakat qilyapti. Davlat rahbari ham xususiy universitetlarga imkon yaratganda, men o'ylayman, shu maqsadni qo'ygandilarki, davlat universitetlar juda katta byurokratik mashinaga aylangan, ular qaror chiqarish juda uzoq vaqtni oladi va tendensiyalarga moslashishi qiyin ularda. Xususiy universitetlarda juda tezkorlik bilan qaror olinadi va tendensiyalarga moslasha oladi va u bo'shliqni yopish kerak. Lekin ko'proq xususiy universitetlar bizda nima uchundir o'sha g'arb standartlariga javob bermaydi deb o'ylayman. Chunki universitetlarning ta'sischilari ta'limdan uzoq insonlar hisoblanadi va bular odatda 3000 talabani 5000 ga olib chiqish kerak, 5000 ni 10000 ga olib chiqish kerak. Qat'iy nazar unda bilimi bormi, yo'qmi, imkon qadar raqamlar kerak, chunki bu universitetni o'sha moliyaviy o'zini faoliyatini davom ettirish uchun ularga moliyaviy qanaqadir davlat tomonidan barib berilmaydi, universitet talabalaridan. Shuning uchun men o'ylayman, xususiy universitetlar bizda innovatsiyaga, masalan, laboratoriyalarga, kelajak kasblariga uncha ahamiyat berishmaydi va xususiy universitetlar odatda agar e'tibor beringda ko'proq gumanitar sohada yo'nalishlar ochishgan. Chunki gumanitar soha bu juda arzon turadi. Masalan, laboratoriya kerak emas, innovatsiya kerak emas, ikkita o'qituvchini olib kelib dars berish mumkin. Shuning uchun o'ylayman, bizda hali xususiy universitetlar sifat jihati bilan rivojlanmagan va buning uchun ota-ona qaror berish kerak. Qachonki ota-ona farzandini, bu bilan aytmoqchi emasman, xususiy universitetlarga bormay hamma davlatga borsin. Ya'ni hozir bularning sifati bir xil bo'lib qolgan. Ya'ni davlatdan ham, xususiydan ham. Men aytmoqchiman, ota-ona sifatli ta'lim qayerda bo'lsa farzandini shu yerga yuborish kerak. Agar ota-ona bunga qaror bermasa, xususiylar, chunki biznes talab qilyapti bu narsani, jamiyat, talabalar davlatga kira olmasa xususiy qabul qiladi, hammani istaganini qabul qiladi, istagan ballar bilan qabul qiladi. Afsus, ko'p ota-ona ta'lim tendensiyalaridan xabari yo'q. Ya'ni kelajakda qanaqa kasblar aktual bo'ladi. Bundan xabari bo'lmagani uchun ular hali ham eski mafkura bilan yashaydi. Ya'ni farzandim bitirsa, qo'liga diplom olsa, davlat ish kafolatlab beradi va farzandim qayerda ishlaydi degan tushuncha bilan yashayapti hali ham. Ya'ni u ma'lumot aksariyat ota-ona
tushunchada. 2 bosqichli doktorantura va OAK. Ilmiy tadqiqotlar sifatini oshirish uchun 2 bosqichli doktorantura tizimi va oliy attestatsionni komissiya qanday ahamiyatga ega? Bu tizimni takomillashtirish bo'yicha takliflaringiz bormi? 2 tizimli doktorantura birinchi navbatda Sovet mafkurasidan qolgan an'ana. Sovet mafkurasi buni qayerdan oldi? Germaniyadan oldi. Habilitus deydi. Germaniyada ham shunaqa tizim bor. PhD ni bitirgandan keyin inson ma'lum bir yillar universitetda ishlab, nafaqat dars berish, balki tadqiqot bilan shug'ullanish istagi bo'lgan taqdirda, shunaqa bir ikkinchi bosqichda ma'lum bir ilmiy darajaga ega bo'lish uchun shunaqa tadqiqot qilib, shunaqa darajani oladi. Va bu Germaniya atrofidagi davlatlarga o'tgan an'ana hisoblanadi. Ya'ni bu tizim Polshada bor, Chexiyada bor va Avstriyada bor. Sovet davlati ham ilk shakllanish davrida bu tizimni Germaniyadan oldi. Lekin aksariyat davlatlarda bir tizimli doktorantura bor. Odatda biz rivojlangan davlatlar Avstraliya, Yaponiya, Janubiy Koreya, G'arb davlatlari, Fransiya bo'lishi mumkin, Angliya bo'lishi mumkin va Amerika, Kanada deb bilamiz. Agar shu davlatlarda bir tizimli doktorantura bo'ladigan bo'lsa va bularni innovatsiya indeksda bular ilg'or davlat hisoblansa, demak biz ham bir tizimli doktoranturaga o'tishimiz kerak. 2013-yilda O'zbekiston bir tizimliga o'tdi-yu, lekin 2012da yana bundan qaytib 2 tizimliga o'tdi. Chunki orada ba'zi gap-so'zlar bo'ldiki, men 2 tizimlida o'qiganman, olim bo'lganman, qaysi bir endi haligi shakllanib keladigan yoshlar masalan bir tizimni bitirib meni darajamga yetyapti deb. Xo'p, ya'ni agar buni samarasi bo'lsa 10 tizimli qilmaysizmi desam, men aytmoqchiman. Ya'ni buni istasangiz 5 tizimli qiling. Hozir O'zbekiston global innovatsiya indeksida 87-mi, 83-o'rinda turibdi. Tasavvur qiling. Ya'ni 2 tizimli doktorantura bilan. Shu gap agar buni korrelyatsiyasi bo'lsa, masalan statistikasi, masalan biz 2 yil oldin global indeksda 150-davlatdik, lekin 2 tizimli bilan biz 87ga keldik. Ya'ni 2 tizimli bu korrupsion omillarni oshiradi. 2 tizimlida 120 bet yo 100 bet yozadigan dissertatsiyasini kim o'qiydi? O'zi birinchi tizimda PhD ni bitirgan yosh olimda kamchiligi juda ham ko'p. Ikkinchi ilmiy ishini himoya qilganda nima yangilik kiritadi bizga? Va afsus, biz bu bilan O'zbekiston moliyaviy juda ko'p yo'qotishda bo'ladi. Chunki bularni oylik bilan ta'minlab berish kerak. Bularga keyin o'tmay qolgan ikkinchi tizimda va dunyo tan olmaydigan, dunyoda bularni innovatsion qiymati 0 ga teng bo'lgan dissertatsiyalar haqida gapiryapmiz hozir. Va bu juda ko'p muammolarni yaratadi. Chunki odatda g'arb dunyosida eng katta ilmiy daraja bu PhD darajasi. Undan keyin faqatgina inson yangilik yaratish bilan va bu yangiliklarni maqolalar orqali xalqqa taqdim etadi, olimlarga taqdim etadi. Men o'ylayman, 2 bosqichli doktorantura bu Sovet mafkurasining an'anasi, Sovet mafkurasidan qolgan meros. Afsuski, bu qarorni qabul qilgan insonlar ham aksariyati o'sha Sovet davrida shakllanib bo'lgan insonlar. Masalan, Afg'onistonda yo'q yoki Qozog'istonda bu narsa yo'q. Nima uchun Afg'oniston yoki Qozog'istonda yo'q bo'lgan narsani biz joriy etishimiz kerak. Ya'ni buni mumkin MDH davlatlarida bir qancha, ya'ni 2 o'sha davlatda bordir va men aytgan o'sha davlatlarda, boshqa dunyoning hech bir davlatda yo'q bu narsa 2 bosqichda. Buni qo'shimcha qiymatini ol. Chunki dissertatsiyada taklif etiladigan tavsiyalar bilan iqtisodiyot rivojlanadi. Demak, ilmiy tadqiqotlarda sifati hali biz aytgan darajada emas. Yo'q. Endi tasavvur qiling, masalan, global innovatsion indeksda O'zbekiston agar 83-mi, 87-o'rinda bo'ladigan bo'lsa, uni boshqa yo'nalishlari bor. Kreativlikda biz 103-o'rinda tasavvur qiling. Dunyoda yoki inson kapital va tadqiqotda 93-o'rinda. Biz universitetlar sonini oshiraversak, 2 bosqichli doktorantura tizimini qilib, lekin global innovatsiyada orqada qoladigan bo'lsak, har tomonlama demak katta savol paydo bo'ladi. Ya'ni biz nima uchun orqada qolyapmiz? Malayziyada 70 ta universitet bor. Bor yo'q. Ya'ni uni 20 tasi davlat, 70 tasi xususiy universitetlar. Bizda 220 ta. Lekin biz innovatsiya indeksida juda orqada. Demak, bizda har bir qaror qabul qilinganda, ajabo biz buni amalga oshirsak, 1 yildan keyin biz qaysi maqsadlarga erishamiz degan savol berilmaydi. O'taveramiz deydi, almashtiraveramiz deydi. Nima bo'ladi, uni hech kim bilmaydi. Lekin oqibatlari mana ko'ryapmiz. Innovatsiyada biz orqada. Kunlik hayotimizda biz ishlatadigan narsalarga qarang, biz chetdan olib kelamiz. Davlatlar qachon mustaqil bo'ladi? Davlatlar qachonki o'zi yaratib, o'zi sota olsa. Mana hozir iqtisodiy urushlarda ko'ryapmiz. Masalan, Amerika Swift'ni o'chirib qo'yishi mumkin yoki internetni kesib qo'yishi mumkin. Rossiya Ukraina misolida bu narsani ko'rdik. Ya'ni rivojlangan davlatlar
boshqa davlatlarga nisbatan juda ko'plab richaglarni qo'lda ushlab turadi. Tasavvur qiling. Qaysi bir davlatni bir kunda havodan tashqari qolgan hamma narsadan mahrum qilishi mumkin. Shu davrda yashayapmiz biz. Qaysi bir kun sun'iy intellekt ChatGPT ishlamay qoldi, insonlar xat yoza olmay qoldi, nimadir qila olmay qoldi, talabalar dissertatsiya yoza olmadi. Tasavvur qiling. Chunki shu darajada o'rganib qoldik biz. Bu dissertatsiyalar, bu ilmiy darajalar xalqni muammolariga yechim bera oladimi? Davlatni ilg'or davlatlar qatoriga qo'sha oladimi? Ular yozadigan dissertatsiya mavzulari 40 yil oldin eskirib yo'q bo'lib ketganmi yoki haqiqatan kelajak uchunmi yaratilyapti? Agar bular dissertatsiyaga bugun yozib himoyaga kirsa, undagi butun raqamlar 3-10 yil oldingi raqamlar. Uni himoyasi eskirgan. Yangilik yarata olmaydi. U chiqib men shunaqa tavsiyalar berdim davlatga boradi, u narsa o'tmaydi. O'tmaganligi uchun ham bizda ilm fanda ancha orqadamiz. So'nggi yillarda oliy ta'lim muassasalariga kirish imtihonlarida yokida oliy ta'limni o'ziga ham ko'pgina o'zgartirishlar, islohotlar amalga oshirilmoqda. Ushbu islohotlarni qay darajada baholaysiz va qanday ta'sir ko'rsatmoqda? Oliy ta'limda haqiqatan ham har kuni yangi qonun, qoidalar, qarorlar chiqyapti albatta. Ya'ni bu o'sha oliy ta'limni rivojlantirish bilan bog'liq qarorlar. Har bir qarorda ilg'or davlatlarni tajribasi o'rganilgan holda o'sha qarorlarga yoziladi va universitetlarga tavsiya sifatida, qayerdadir buyruq sifatida bu narsa aytiladi. Bizda qarorlarni chiqishda muammo emas, bizda qarorlarni bajarilishda juda ko'p muammolar bor. Ya'ni chunki ba'zi qarorlar chiqadi, universitetlar uni ilk bor eshitadi. Xabari ham yo'q, nima haqida gapirilyapti. Masalan, kredit modul tizimi yoki biznes inkubatorlar, laboratoriyalarning ishlashi. Bular odatda bizda juda ko'rgazmali, faqatgina qog'ozda bo'ladigan jarayonlardan shakllangan. Chunki universitetlarda katta bir mexanizmga aylangan bo'lganligi uchun islohot qilish juda ham qiyin. Chunki islohot oqibatida ko'plab inson ishini yo'qotishi mumkin yoki yangi tashkiliy struktura tuzilishi mumkin. Masalan, G'arb universitetlar strukturasi umuman bizga to'g'ri kelmaydi. Bizdagi struktura ularga to'g'ri kelmaydi. U qarorlarni bajarilishi uchun yangi ish o'rinlari yaratilishi kerak. Bizda ba'zan shunday bo'ladi, bor bo'lgan ish o'rinlaridan to'g'ri foydalana olishmaydi. Yangi ish o'rinlari, yangi ofislar yaratiladi va u ofisni yaratish uchun umuman u ishdan xabarsiz bo'lgan qaysi bir ofis xodimini olib u yoqqa qo'yishadi. U ishni bajara olmaydi, faqat qog'ozda qolib ketadi bu narsalar. Shuning uchun biz ta'limda ancha orqada qolyapmiz deb o'ylayman. Chunki asosan universitetlarda bu qarorlarni bajaradigan rektorlar hisoblanadi. Lekin aksariyat rektorlar qaror nimadan iborat va buni qanday bajarish kerak buni bilmaydi. Bilmaganligi uchun buni prorektorga topshiradi, prorektor buni boshqasiga topshiradi va bu qog'ozda vazirlikka bajarilyapti deb yozib beriladi. Lekin yillar o'tadi, biz yana orqaga qaytganda ko'ramizki, o'sha vaqtning o'zida uni bajaradigan inson uni tushunmagan, savol berishga qo'rqqan va u narsa o'sha yopiqlikka qolib ketgan. Asosiy muammo shundan deb o'ylayman. Ya'ni qo'lni ko'tarib vazirlik masalan bir majlisida yoki rektoratning majlisida qo'lni ko'tarib, mana shu aytgan narsangizga men tushunmadim, menga tushuntirib bering degan odam juda soni kam bular. Bular yo ish yo'qotishdan qo'rqadi, yo haydalishdan qo'rqadi, yo boshqa narsadan. Shuning uchun muammoligicha qolib kattalashib ketaveradi. Lekin yuqoriga bajarilyapti, shu ofisni ochdik, shunaqa xodimni qo'ydik, shunaqa amallarni bajaryapmiz deb yozib berishadi yuqoriga. Shuning uchun men o'ylayman, oliy ta'limda islohotlar juda sekin ketyapti deb o'ylayman. Chunki islohotlarni tushunib, anglab, buni bajara oladigan mentalitetdagi xodim soni kam. Shuning uchun men maslahat berardim rektorlarga. Umuman oliy ta'lim vazirligiga maslahat berardim. Rektorlarning yoniga aynan industriyadan bo'lgan, biznesni yaxshi tushunadigan, dunyo tendensiyalaridan, iqtisodiyotdan, siyosatdan yaxshi tushunadigan rektorga maslahatchi bo'lish kerak. Ya'ni kelajak ko'rsata bera oladigan, o'sha qarorlarni bajarilishini osonlashtiradigan va tezlashtiradigan insonlar kerak. Ijobiy tomonlari-chi islohotlarni? Islohotlarning ijobiy tomonlari, ya'ni so'nggi yillarda bu masalan kirish imtihonlari. Ya'ni bu ijobiy tomonlari deb o'ylayman. Ya'ni kirish imtihonlari biroz shaffoflashdi, korrupsiya mexanizmlari yo'qoldi. Keyin mana bu xususiy universitetlarning ochilishiga imkon berildi. Talabalarda tanlov huquqi paydo bo'ldi. Ya'ni oldin bilasiz, masalan, qaysi bir universitetga kirish uchun 20 ming, 30 ming masalan AQSh dollarida qayergadir pora berib kirgan talabalar bo'lardi. Hozir u kamayib ketdi. Keyin asta-sekinlik bilan ba'zi universitetlar
to'laligicha emas-u, lekin ma'lum bir miqdorda ularga avtonomiya berildi. Bu katta bir yuksalish deb o'ylayman. Aslida to'laligicha berish kerak. Ijobiy islohotlardan bu albatta universitetlarni xalqaro dunyo hamjamiyatiga ochilishi, ko'plab masalan o'sha xorijiy professorlarni kelishi, yozgi maktablar, qish maktablar tashkillashtirilishi. Oldin xorijliklar bilmadim, ya'ni mafkura dushmani sifatida qaralardi, masalan xavfsizlikka tahdid sifatida qaralardi xorijliklar. Ya'ni ularni kelishi juda qiyindi. U viza tizimi bordi. Hozir aksariyat davlatlardan vizalar olib tashlandi. Xodimlarni kelishi osonlashdi. Ya'ni oddiy biletini sotib olib kelaveradi. Ko'plab universitetlar o'zini masalan o'sha ijtimoiy tarmoqlariga ahamiyat berish boshladi. Ya'ni o'sha har bir xabarni chiqarish boshladi. Oldin rektorlar o'zidan qo'rqardi. Masalan, o'sha rasmini qo'ymaslikka, tadbirlarda umuman qanaqadir bir ya'ni yozilmagan bir qonun qoidalar bor va ta'lim qamrovini universitetlar o'zi belgilaydigan bo'ldi endi. Masalan, oldin qaysi bir viloyatdagi universitet Toshkentga borib gaplashib kelish kerak edi rektori, kontraktga, super kontraktga talaba olish uchun, boshqa qilish uchun. Hozir bu universitetlar o'ziga berilgan. O'zining imkonlaridan kelib chiqqan holda ma'lum bir talabalarni olish mumkin. Markaziylashgan tizim 100% emas, u ma'lum bir miqdorda yumshadi. Bu universitetlarga biroz bo'lsa ham nafas olish imkonini berdi. Ya'ni tasavvur qiling, agar bu 100% ga polna avtonomiya berilsa, undan ham yaxshi bo'lardi deb o'ylayman. Mana shu o'rinda haqiqatan qamrovni kengayayotgani yoki davlat universitetlarini filiallari tashkil etilayotganligi yoki xususiy oliy ta'lim muassasalari sonini ko'payayotganligi ta'lim sifatiga qanday ta'sir qiladi? Sifat oshadimi yoki aksincha tushib ketadimi? 3-bosqichda turibmiz. So'nggi 10 yilda universitetlar oldin birlashdi. Birinchi bosqichda ba'zi masalan o'sha institutlarni kamaytirib universitetlarga birlashtirib qo'yishgandi. Bilasizlar, juda ko'p fakultetlar yopildi, institutlar yopildi, universitetlar qaramog'iga o'tkazildi. Ikkinchi bosqichda bular yana ajratildi bir-biridan. Yangi institutlar ochildi, bilasiz. Ya'ni juda ko'plab viloyatlarda universitet. Hozir 3-bosqichda turibmiz, yana birlashish jarayoni ketyapti. So'nggi 10 yilda. Universitetlarni ko'payishi, bu hozirgi raqamlarga ko'ra 210 ga yaqin universitetimiz bor. Ya'ni xususiy davlat universitetlari. Va oliy ta'lim qamrovi 9% dan 50% gacha oshdi. Ya'ni oliy ta'lim nima uchun kerak o'zi? O'sha boshda ham aytib o'tgandim, universitet nima uchun kerak o'zi degan agar savolga javob topa olsak, shunda universitetlar soni ko'payib kamayishidan o'zimiz haligi fikr qilaveramizda. Ya'ni 50-60 yil oldin, 40 yil oldin men o'zim o'qigan davrlarda universitetlar yagona bilim manbai hisoblanardi. Chunki texnologiya davri emas, internet yo'q. Kitoblar faqat universitetlarda bor va u kitoblarni tushuntirib bera oladigan professorlar bor. Tamom. Siz ya'ni bilimni universitet tashqaridan ola olmadingiz. O'sha payt shunday edi. Hozir texnologiya davri. Ya'ni hozir tilni insonlar mana Bubbledan, Duolingodan, iTalkidan juda ko'p applikatsiyalardan o'rganishyapti, tasavvur qiling. Ya'ni 16 ga kirgan bolada 9 IELTS bor. Ya'ni podkastlar bor, TikToklar bor, Wikipediyalar bor. Ya'ni ta'lim universitetdan tashqarida bo'ladigan jarayonga aylandi. Ya'ni universitetlar ta'lim beradigan mana bu onlayn applikatsiyalardan ancha orqada qoldi. Va bu bilan universitetlar zamonga moslasha olmadi. Xo'p, agar biz hozir ta'lim bu universitetda beriladigan 4 yillik ta'lim emas deb hisoblaydigan bo'lsak, chunki shunday ham bo'layapti aslida. Mana juda ko'p kompaniyalar o'zini ma'lum bir muammosiga yechim beradigan talabalarni ishga olishyapti. Universitetlarni ko'payishi bizni, ya'ni O'zbekistonning iqtisodiyoti, rivojlanishi, ta'limiga qay darajada ta'sir o'tkazdi desangiz, buni o'sha statistikadan ko'rishimiz mumkin. Masalan, 2020-yilda bizda 120 ta universitet bordi va biz global innovatsiya indeksida 93-o'rinda edik. Hozir 5 yildan keyin bizda 210 ga yaqin universitet bor. Ya'ni 100 taga ko'paydi, lekin biz global innovatsiya indeksida 83-o'rindamiz. 5 yil ichida biz bor yo'g'i 10 ta pog'ona ko'tarilganmiz. Nima hisobiga ko'tarildik? Shu savol. U yoqda turli reytinglari bor, masalan, indikatorlari bor. Bu o'sha inson resursi va tadqiqot, kreativlik, ta'limdagi innovatsiyalar, bularning yig'indisi bitta reyting belgilanadi. Ya'ni har birida qayerdadir biz mumkin oldinga chiqqanmiz.
Endi men aytmoqchimanki, hozir bizda shunaqa jarayon ketyaptiki, oliy ma'lumotli ishsizlar armiyasi chiqyapti. Yangi bir tendensiya chiqyapti endi. Samarqanddagi ba'zi universitetlarni bitirgan yosh yigitlarni bilaman. Agar bir mardikor bozor aylanib keladigan bo'lsak, aynan mana shu bitiruvchilarni topishingiz mumkin. O'tgan yil bitirgan, tasavvur qiling. Ya'ni qanaqa bir umidlar bilan bitiruv kechasiga borib o'sha mantiyani kiyib, papkani otgan, qo'liga diplomini olgan yigitlar o'zi agar bir aylanib kelsak topishimiz mumkin. Bu bilan nima demoqchiman? Ya'ni men buni umumlashtirish niyatida emasman, lekin jarayon shunga qarab ketyapti. Tasavvur qiling, qamrovni 100% olib chiqsa, ertaning o'zida nima o'zgaradi? Shu savolga javob berish kerak. Tamom, tugadi. Biz harakat qilyapmiz qamrovni ko'paytirishga. Lekin qamrov ko'payishi bilan talabalari kelajagi, ya'ni oladigan oyligi, ko'nikmasi, umidi, motivatsiyasi u darajada bo'lmaydigan bo'lsa, demak, universitetlarda oladigan ilm, fan, tadqiqot, innovatsiya bularni kelajakka tayyorlamayapti. Har bir inson oliy ta'lim imkoniyatdan foydalanish tarafdoriman, shaxsan men. Ya'ni istak bo'lsa borib o'qaversin. Lekin bu bilan biz nimagadir erishamiz degan tushunchadan yiroqman. Ya'ni bu bizni kelajagimizni belgilab beruvchi, o'zgartiruvchi omil emas. Ya'ni oliy ta'limni 100% ga chiqarsak ham. Chunki bori bilan biz hech narsaga erisha olmayapmiz. Demak, sonda ko'payishi sifat darajasiga unchalik ta'sir qilmaydi. Ta'sir qilmayapti. Oliy ta'lim dasturlari xalqaro standartlarga va mehnat bozori talablariga qay darajada mos kelmoqda? Bu borada amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar samaralimi? Qarang, mehnat bozori bu ish beruvchilar va yoshlarni salohiyatini belgilab beradigan bu masalan recruiting agentlari bor, bu headhunter tizimi bor, ya'ni bularni bazasida 50 millionga yaqin rezumelar bor, tasavvur qiling. Ya'ni ish qidirib yurgan yoshlar, yosh kattalar. 50 million. Juda katta baza. O'tgan yilgi statistikaga ko'ra, headhunter bor bo'lgan davlatlar orasida o'sha kompaniya O'zbekiston eng quyi kritik nuqtani egallagan, 3.3 egallagan. Ya'ni bu degani O'zbekistondan universitetlardan bitiradigan yoshlar ish beruvchi talab qilgan ko'nikmalarga javob bera olmaydi. Bu yerda tavaffut bor. Ya'ni bitiruvchi bor, Toshkent, Samarqandda ish bor, lekin bu ishga joylasha olmaydi. Bu nimadan dalolat? Bu ana bizda Samarqand davlat universiteti bor. Ya'ni 2020-yillarda 10 ming talabasi bor deblar. Hozirgi kunda 25 ming qancha talabasi bor. Ya'ni 5 yil oldin bularda bir o'qituvchi yetishmasdi. 2 qobiliyatli o'qituvchi yetishmasdi. 3 laboratoriyalar, 4 amaliyot imkonlari. Chunki masalan 5 yil oldin iqtisodiyot bo'limi fakultetdan chiqadiganlar masalan 100 kishi qaysi bir bankka borish kerak. Hozir o'sha fakultetdan masalan 1000 kishi bankka borsa, u bank qabul qila olmaydi-ku, to'g'ri? Bankka o'zini ish rejalari bor. Ya'ni amaliyotga kelgan talaba borib qanaqadir muhim ish qila olmaydi baribir. 5 yil ichida 10 ming talabadan 25 ming qancha talabaga o'sdi bular. Bularni qamraydigan, bularga sifatli ta'lim beradigan, bularga zamonaviy bozor ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda ko'nikmani bera oladigan imkonlari bormi, yo'qmi? Va bor bo'lsa, u 25 ming talabani qancha foizi shu oliy darajadagi imkonlardan foydalana oladi? Bu savollarga javobni men o'ylayman, universitet rektorlari juda yaxshi biladi. Shuning uchun ta'lim hozir amaliyot bilan bog'liq. Masalan, juda ko'p xorijiy davlatlarda 2-kursdan boshlanadi amaliyotlar. Ba'zi sohalar bor, umuman talaba darsda o'tirmaslik kerak. Masalan, turizm sohasi. Ya'ni turizm sohasida talabani o'tirib 1-kursdan dars tinglashi bu nonsens deyiladi. Ya'ni kulgili. Ko'proq amaliyotda bo'lishi kerak. Ko'proq va hamma vaqt amaliyotda bo'lishi kerak. Mana shu o'quv yilidan boshlab dual ta'lim tizimi, ya'ni 3 yillikda 50% amaliyot, 50% bilim, ya'ni nazariy bilimlarni olish yo'lga qo'yilgan va menimcha ijobiy islohotlar tarzida ko'rishimiz mumkin, ya'ni turizm sohasida katta o'zgarishlar. To'g'ri, dual ta'lim bu talabani borib o'sha sohada ishlash kerak. Lekin yana shu narsa, ya'ni qaror juda ham chiroyli. Dual ta'lim haqiqatdan, ya'ni men bu tarafdoriman, lekin buni bajarilish protsessi. Ya'ni talaba qayerga boradi amaliyot o'tish uchun? Ma'lum bir obyektlarga boradi. Bu obyektlar buncha sonli talabani qabul qilishga tayyormi? Ular bilan ishlaydigan kurator bormi? Sifatli. Intizomi qanday bo'ladi? Intizomi qanday bo'ladi? Ba'zan umuman bormaydi, dnevnikni olib boradi, keldi deb haliga qo'yib chiqarishadi-da, masalan. Ya'ni bizda agar sifatli ta'lim bu albatta disiplinadan iborat. Birinchi navbatda, ikkinchi navbatda raqobat. Ya'ni talabalar o'rtasida raqobat bo'lishi kerak. Va uchinchi navbatda bu eng muhim narsa o'z ustida ko'proq ishlash.
chunki hozirgi davrda men o'ylayman talabalar o'zi ham masalan universitet menga nima beradi emas, o'zi ustida ko'p ishlash kerak. Ya'ni passiv ta'lim olishdan, faqat darsda tinglab konspekt yozishdan ko'ra men o'ylayman ko'proq savol javobga, feedbacklar olishga, ya'ni podkastlarni tinglashga, borib masalan o'sha MIT, Harvardni masalan qaysi bir kurslarini olishga. Ya'ni talaba agar o'zini ustida ishlasa, active learning deyishadi buni. Mana bu muammolar talabani yonidan o'tib ketishi mumkin. Chunki 25 ming talabani men o'ylayman bizda hali u darajada o'z salohiyatida universitet yo'q. Ya'ni har biriga sifatli ta'lim bera oladigan. Agar talaba buni anglagan holda, ya'ni men shu 25 mingdan bittasi bo'lmasligim kerak va men o'zim ustimda ishlab, o'zimni rivojlantiraman desa, imkon juda katta. Va mana bu muammolardan o'zini uzoqlashtirib, o'zini ustida ishlab juda katta yutuqlarga erishishi mumkin. Chunki aslida dual ta'lim ham shu, ya'ni mustaqil ta'lim, avtonom ta'lim, juda ko'p buni so'zlari bor. Talaba o'zini ustida ko'proq ishlash kerak. Ya'ni men kelajakda kim bo'laman? Bu soha qayerga qarab rivojlanib ketyapti? Masalan, agar turizm sohasida gaplashadigan bo'lsak, gidlar soni ham ko'p. Juda ko'plab fakultetlar aynan mana shu talabalarni yetishtirib beryapti. Lekin aynan turizm kelajagi qanday bo'ladi? Qanday shakllanadi? Chunki turizm smart turizm bo'ladi bundan keyin. Chunki hamma narsa hozir sun'iy intellekt orqali, masalan o'sha VR ochkilar orqali gid sho'ng'ib ketishi mumkin. Buncha talaba ma'lum bir obyektga sig'a olmasligi mumkin. Ma'lum Go'ramer masalan. Go'ramerga o'zi ziyoratchilarning o'zi agar 300 kishi kirsa, katta navbat bo'ladi. Bu dual ta'limni joriy qilish qachon? O'sha amalda bo'lgan. Demak, amalda bo'lgan. Haqiqatan ham bu o'sha korxonalar, talabalar boradigan korxonalar bo'lgan tayyormi haqiqatan? Sizni fikringiz? Ba'zan anaqa ish beruvchilarni o'zi universitetlarga kelib so'raydi. Bizga mana shunaqa kadr kerak deb. Shuning uchun menimcha dual ta'lim tizimi menimcha yaxshi bo'lgan. Chunki ham birdaniga o'sha ish beruvchi bilan ham hamkorlikda, ham ta'lim bilan ham uzilmagan holatda faoliyat olib borilyapti. To'g'ri. Haftasiga qanday jarayon ketyapti? Haftasiga 3 kun o'qishadi, 3 kun amaliyotda. Masalan, biz 5 kun o'qiymiz, bir kunimiz amaliyot. Lekin dual ta'limda menimcha yaxshiroq natija bo'ladi bizga qaraganda. Lekin bizda ham amaliyot bor, praktika bor. O'sha talabaning o'sha dual ta'limda Masalan, amaliyotda qatnashishi. Kafedradan o'qituvchi biriktirilgan o'sha guruhga va amaliyotdagi o'sha o'qituvchi mas'ul. Boshdan oxirigacha. Lekin o'qituvchilar ham anaqa emas, anoyi emas. Shunchaki dnevnikka yozdirib kelsang bo'ldi demaydi. O'zlari yomon qattiq talab qiladi. Va dars jarayonida ana shu amaliyotda o'rgangan narsalarni ko'proq muhokama qilishadi. Zaman aka, mana siz ko'plab xorijiy davlatlarda, universitetlarda ham rahbar, ham dars o'tgansiz va o'zimiz mahalliy universitetlarda ham dars o'tgansiz, rahbar bo'lgansiz. Mana shu talabalarga talab qilinayotgan forma haqida fikringiz qanday? Qaysi bir universitet ta'lim va innovatsiyalar rivojlangan bo'lsa va buni tadqiqot isbotlagan bo'lsa, men qo'shilaman bu fikrga. Ikki qo'limni ko'tarib, albatta buni bugundan joriy etish kerak va qat'iyan joriy etilmagan universitetlarga jarima qo'llanish kerak tarafdoriman va rektorni ishdan olish kerak degan tarafdoriman. Agar haqiqatan shu narsa bor bo'lsa. Endi insonni evolyutsiyasiga, insonni psixologiyasiga qarshi ishlashni o'zi noto'g'ri. Masalan, biz yo siz do'stlar bilan oilaviy qaysi kafega borib kofe ichasiz? Ya'ni shinam, yaxshi musiqasi, dekoratsiyasi yaxshi. Sizni nima deydi? Tushkunlikka tushgan ruhiyatingizni davolaydigan, sizga motivatsiya beradigan, sizga xalaqit qilmaydigan, ranglari yaxshi tanlangan kafega borasiz. Insonni masalan majburiy o'zi sevmagan bitta formaga kiydirib qo'yishdi. Masalan, men o'zim shaxsan qay bir tadbirlarga borsam 2-3 soat ziyod o'tira olmayman. O'sha rasmiy formada. Insonga nima deydi? Ya'ni ruhiyatiga qarshi narsa bu narsa, tasavvur qiling. Endi tasavvur qiling, talaba oylar, kunlar, haftalar, yillar, 4 yil davomida forma bilan maktabga borib kelish kerak. Birinchidan, u forma sifatli emas. Ikkinchidan, talabani issiq saqlamaydi bu narsa. Rasmiy forma emasda. U faqatgina qaysi bir konferensiyani ochilishida yo insonlarning to'yida, yaxshi masalan banketlarda kiyiladigan forma tamom. Qiziq narsa, biz o'zbekistonlik rektorlar juda ko'plarni ko'raman, masalan shu chet ellarga borishadi. Ularni qarshi olgan rektorlar krossovka, jinsi va ko'ylak bilan ular qarshi borib, kutib olib, o'tirib suhbat qurishadi, tasavvur qiling. O'sha rektorlar o'ylamaydimi? Men deydi, o'zimning universitetimda shuni majburlayman deydi. Bu yerga rektorning o'zi men qarshimda chiqyapti, o'zi mana haligida krossovkada. Biz
qay bir jihatda kuchli bo'lsak, shuni joriy etishga harakat qilamiz. Qay bir jihatda zaif bo'lsak, undan uzoqlashamiz. Ta'lim, ilm, fandan biz uzoqmiz, u yoqda hech narsa qila olmaymiz. Shuning uchun uni tinchgina qo'yamiz bu sohani, lekin mana bu sovet an'anasida, mafkurasidan qolgan nazoratni kuchaytiradigan elementlar bor. Bu masalan o'sha majburiy mehnat, bu o'sha formalar, bu masalan talabalarni kerak-keraksiz o'sha tadbirlarda zallarga tiqib hammasini qaysi bir umuman aloqasiz bir mavzuni tinglashi, talabalarni maneken sifatida turli tadbirlarda ishlatilishi, bular o'sha sovet davridan qolgan va davlat universitetlaridagi richaklar hisob. Ya'ni tasavvur qiling, masalan chet eldan keladigan bir xalqaro talaba, o'z mana juda ko'plab chetdan kelgan talabalar bor. Ular o'ylamaydimi, ya men deydi har kun kelaman deydi, istagan formamda kelaman deydi. Lekin mana bu yerda o'tirgan talabalar masalan hammasi inkubator bitta haligi kiyimda kelishadi. Xo'p, buni ham haligi qilaylik. Masalan mana bizda xorijiy universitetlar filiallari bor Toshkentda, to'g'ri? Qaysi biri 15 yil ochilgan, qaysi biri 10 yil ochilgan. Mana xususiy universitetlar ham bor. Ya'ni nima uchun davlat universitetidagi talabalar universitet talabalarga berilgan imkonlardan foydalana olmaydi? Ya'ni formani o'zi tanlay olmaydi. Ya'ni ikkalasi ham bizni fuqaro emasmi? Biz kim uchun qilyapmiz bu forma masalasini? Ya'ni buni nima bizni imijimizni haligi qiladimi yo bizni xavfsiz davlat sifatida tanitib beradimi dunyoga yo bizni qanaqadir aqlli innovatsion inson sifatida tanitib beradi. Insonni ko'ziga ham xunuk ko'rinadi. Bitta universitetga kirsangiz hammasi bitta formada bo'lsa, insonni ko'zi charchaydi bu narsadan. Demak, bu davlat miqyosida joriy qilingan talab emas, aynan bir shaxsga bog'liq holat bo'lib qolyapti. Bu mumkin norasmiy vazirlik tomonidan ham joriy etilgan bo'lishi mumkin. Chunki universitetlar odatda yuqoriga qarab turishadi rektorlari va bu talabani individual shaxs sifatida huquqlarini poymol qilish degani. Siz 20 ga kirgan talabaga nimani kiyib, nimani kiymaslikni o'rgatyapsiz, tasavvur qiling. Maktabda mumkin bu narsa. Lekin universitetlarda shaxs o'zi tanlash kerak. Bu bilan siz 20 ga kirgan talabani erkin fikrlash hurriyatini qo'ldan olyapsiz. Aytyapsizki, men aytgan shablon bo'yicha yashashing kerak. Bu inson qanday o'zini, ya'ni erta bu inson tasavvur qilib bitirgandan keyin davlatning qaysi bir lavozimlarda ishlaydi-yu, 4 yillik olgan travmasi bilan katta bo'ladi. Ya'ni bu ertaga mana shunaqa shablon insonga aylanadi. Fikrlay olmaydigan, tanqidiy fikri bo'lmagan, o'zining fikrini bildira olmaydigan insonga aylanadi va bu aynan olgan zarbani, travmani boshqalarga berish boshlaydi. Shuning uchun men o'ylayman, talabalar o'zi tanlash kerak, qaysi kiyim kiyib, ya'ni bu qanchalik dunyoviy qonunlarga ham shar'iy qonunlarga to'g'ri keladi. Ya'ni talabani, chunki bilasiz, ya'ni qiz bolalar bor, o'g'il bolalar bor, ularning o'ziga yarasha turli xil muammolari bo'ladi. Ya'ni sen mana bunaqa formani kiyib kel deyishi mumkin, uni sog'ligiga zarar berishi mumkin bu narsa. Ya'ni mentaliteti bor, biz urf-odatlarimiz bor, ichki his-tuyg'ularimiz bor. Shuning uchun men o'ylayman, bu narsa erkin bo'lish kerak. Erkin, ya'ni forma bu o'sha sovet davridan qolgan deb o'ylayman bu narsa. Ya'ni bu biz nima uchundir shunga ko'p ahamiyat beramiz haqiqatdan. Lekin davlat universitetlarida Toshkentda qancha universitetlar bor, masalan, xususiy universitetlar bor. Men qanchaga borganman, ular umuman, ya'ni boshqacha kiyinib yurishadi. Liberal. Ya bu bilan biz urf-odatlarga qarang. Endi bunday suiiste'mol qilmaslik kerak. Ya'ni talabaga berilgan imkoniyatdan talaba suiiste'mol qilmaslik kerak va o'sha jamiyatni madaniy va diniy qadriyatlariga zarba bermaslik kerak. Agar talaba shu chegarani kesib o'tmasa, istagan formasini kiyaversin. O'zbekistonda statistikasi bormi? Nechta universitetlar chet tilida, ingliz tili yoki boshqa davlat tillarida dars beradi? Toshkentda xorijiy universitetlar filiallari bor. To'laligicha chet tilida, ingliz tilida dars berishadi. Lekin davlat universitetlarida buni soni juda ham kam. Va men o'ylayman, aynan ingliz tilida o'quv rejalarini to'laligicha ingliz tiliga o'tkazish kerak. Chunki oxir-oqibat baribir talaba bitirgandan keyin, ya'ni g'arb standartlarida shakllangan kompaniyalarda ishlaydi. Hozir qayerga bormasangiz, xalqaro standartlar tushunchasi bor. Shu tushuncha joriy etilyapti. Ayniqsa biznesda, iqtisodiyotda, marketing, buxgalteriya, bu to'laligicha g'arb standartlaridagi ish jarayonlari, turizm ham shunday, masalan, meditsina ham shunday. Shuning uchun men o'ylayman, imkon qadar ingliz tiliga o'tkazish kerak. Ba'zi gumanitar sohalar bor, masalan, ular
ya'ni o'zbek tilida qolaversin. Masalan, bu boshlang'ich ta'lim, bu pedagogika, bu psixologiya, bu sport bo'lishi mumkin, san'at bo'lishi mumkin. Ya'ni to'laligicha bitirgandan keyin ya'ni ko'proq masalan o'sha madaniyatimizni o'z ichiga olgan yo'nalishlar bor. Bularda ishlaydi. Lekin xalqaro standartlarda kelajak shunga qarab ketadigan yo'nalishlar bor. IT sohasi, bioinjineriya, genetik muhandislik, turizm, iqtisodiyot. Bular o'ylayman to'laligicha ingliz tilida ketish kerak deb o'ylayman. Buning uchun rektorlarning o'zi birinchi bu tilni o'rganish kerak. Ba'zi universitet rektorlari bor, juda qariyalar, ular tilni ham bilmaydi, tushunchasi ham yo'q. Imkon qadar konservator qatlamdan chiqqan. Ularga bu narsa kerak emas. Buning oqibatida o'quv rejasidagi ingliz tili darslar soni o'sha eskichasi qolib ketaveradi, ko'paymaydi. Chunki men ingliz tili o'quv rejalarini ko'payish tarafdoriman. Tezlashtirish bo'yicha qanaqadir bir o'zimizda strategiyalar bormi? Endi Jarayonda. Strategiya bizda agar strategiya bor bo'lsa edi, biz buni ko'rardik bu kunimizda. Endi qaysi bir o'qituvchilar agar darslarini ingliz tilida o'tadigan bo'lsa, ularga qo'shimcha haligilar bor. Ustamalar rag'batlantirish bor. Bu narsa bor. Bu ijobiy holat deb o'ylayman. Qaysi bir darsini agar ingliz tilida o'tsa, oylikka qo'shiladi. Lekin buni soni juda ham kam. Endi har bir ingliz tilida o'tiladigan darsni ham bir sifatga qarash kerak. Aytdimmi hozir? Yoshlar kelyapti. Ingliz tili kompetensiyasi o'qituvchidan ancha baland va no-filologik yo'nalishda bu yaqqol ko'zga tashlanadi. No-filologik yo'nalishda, ya'ni qaysi bir yo'nalish o'qituvchisi shu ustamani olish uchun masalan ingliz tili kurslariga boradi, yozda rivojlantirishga harakat qiladi, lekin baribir til bu madaniyat bilan bog'liq. Ba'zan ingliz tilida dars berishni o'zi zerikarli bo'lishi mumkin talabaga. Chunki xatolar juda ko'p bo'ladi o'qituvchi tomonidan, to'g'ri ifoda eta olmaydi. O'zbek tilida ingliz tilida jaranglaydigan haligi matnni bergandan keyin shuning uchun buni tezlashtirish yo'li men o'ylayman imkon qadar o'sha sohada yillar davomida dars bergan mutaxassislarni taklif etish kerak birinchi jarayonda va parallel shunga universitetlar o'zini xodimlarini shunga tayyorlab borish kerak. Masalan, chetdan olib kelingan 4-5 yil davomidagi o'qituvchilar sekinlik bilan bularga joyini bo'shatib beraveradi, bular kiradi. Lekin o'zimiznikilar ingliz tilida dars bergan, senga ustama beraman desa, ya'ni qila oladiganlariga barakalla deymiz, lekin qila olmay shu ustamani olish uchun dars kiradiganlar ham borda. Ta'lim sifatiga ta'sir o'tkazadi keyin. Tadbirkorlik va o'ziga ish yaratish ko'nikmalari talabalarda. Ya'ni universitet talabalarini tadbirkorlikka va mustaqil faoliyat yuritishga qay darajada tayyorlayapti? Bu borada qanday loyihalar amalga oshirilyapti? Endi qarang, masalan, jamiyatda har bir fuqaro tadbirkor bo'lishi kerak. Ya'ni tadbirkor deganda aynan olib sotar inson emas. Tadbirkor deganda, ya'ni har bir ishdan qo'shimcha qiymat yaratadigan insonga tadbirkorlik ruhi bo'lishi kerak. Ya'ni oddiy o'qituvchidan boshlab haqiqiy biznesmengacha. Amerikani Amerika qilgan tadbirkorlik ruhi bor ularda. Unicorn deydi, yakkashohliklar. Ya'ni nima uchun yakkashohlik? Shunaqa kompaniyalar bor, ularni byudjeti minimum $1 milliard boshlaydi. Tasavvur qiling, kichkina bir startap ijobiy o'zgarishlar bilan hayot davomida minimum $1 milliard bilan o'zining byudjetini boshlaydi va bu kompaniyalarga unicornlar deyishadi. Va bularning hammasi Amerikadan chiqyapti, tasavvur qiling. Mana shu biz bilganimiz masalan o'sha Facebook ham, Meta ham, masalan Uber ham, BNB ham, Booking.com bular hammasi bular oddiy startaplardan boshlab Netflix ham. Bular oddiy startaplardan boshlagan va unicornga aylangan $1 milliard kompaniya minimum. Ba'zilarda masalan o'sha Amazon, Apple'lar bular 300-400 milliardga qarab ketyapti. Universitetlarning asosiy ikkita vazifasi bor tadbirkorlik uchun. Birinchisi o'sha o'zini an'anaviy ishini davom ettirish, ya'ni ilm-fan tadqiqotdan olingan g'oyalarni kitob maqola shaklida chop etib chiqarish. Ikkinchisi eng muhimi, kelajakda yangi ish o'rinlari yaratib beradigan talabalarni topib, ularga investitsiya qilish. Chunki bu talabalar ertaga universitetlarni rivojlantiradi. Universitetlarda yangi laboratoriyalar, yangi startaplar ochib beradi va o'zi ochgan va sog'lom startapga o'zini tengqurlarini ishga oladi. Tasavvur qiling. Bizning jamiyatimizga shular kerak. Amerikani aynan Amerika qilgan shular hisoblanadi. Hamma o'sha gigant, eng ilg'or kompaniyalarga qarang, hammasini o'tmishida 2-3 kishi birlashib ish faoliyatini boshlagan. Shuning uchun men shuni aytmoqchiman, agar hozir joriy etilgan dual ta'lim yoki
amaliyotni sifatligi, oliy ta'limni sifatligi agar bizga kelajakda shunaqa unicorn, yakka shoxli kompaniyalarni yaratib berish imkonini bermasa, kuchli kompaniya egalari agar bizdan chiqmasa, demak bu faqatgina nima deydi, eskirgan bilim va eskirgan ta'lim bilan ketyapmiz. Ta'lim degani uzoqni ko'ra oladigan inson ta'lim bilan shug'ullanishi kerak. Agar men bugungi jarayonni darsga kirib tushuntirib bersam, u eskirgan hisoblanadi. Chunki talaba ertasiga u bilimni ishlata olmaydi-ku. To'g'rimi? Ta'lim siz kelajakdan olib aytib berishingiz kerak, talabani tayyorlab. Talaba bitirganda o'sha mavzu aktual hisoblanishi kerak. Bizni talabalar bitirganda u mavzu eskirgan bo'ladi. Shuning uchun men o'ylayman, biznes ko'nikma har bir o'quv rejasiga, har bir silabusga va har bir universitetni asosiy g'oyasiga aylanishi kerak. Mana prezidentimiz Malayziya tashrifidan keyin barcha universitetlar tanqid ostiga oldilar. Ya'ni bizni butun universitetlar 2024-yilda bor 26 million ta'lim eksporti qilgan. Tasavvur qiling. 26 million, 220 ta universitet haqida gapiryapmiz. Qaysi dual ta'lim? Qaysi sifat? 26 million. Agar siz universitetda minglab xodimlarni ishlatib ta'limni eksport qila olmasangiz, demak sizni ilmiy g'oyalaringizga hech kimning ehtiyoji yo'q va hech kim qiziqmaydi bu narsa bilan. Malayziya universitetlari o'tgan 10 milliardga yaqin ta'lim eksport qilishgan. Farq ko'ryapsizmi? Shuning uchun bizdagi ekonomikaning driverlari hisoblanganlar chiqmaydi. Insonni psixologiyasiga qarshi joriy etilgan har bir narsani oxiri mevasiz va maqsadsiz va natijasiz tugaydi. Har bir narsa. Qanchalik uni chiroyli ismlar bilan bezatib, ya'ni zamonaviy ta'lim, kredit modul tizimi, dual ta'lim deb nomlamasak ham. Bilasizmi shu? Chunki pedagogika qonunlariga ko'ra 20-daqiqadan boshlab insonni haligi nima deydi? Psixologiyasi spikerga emas, boshqa hayollar bilan chalg'ishni boshlaydi. 30-daqiqadan keyin uyqusi keladi, 40-daqiqadan keyin umuman tinglamaydi. Nima haqida gapiryapti? Shuning uchun shortlar nima uchun chiqdi? Reelslar nima uchun chiqdi? O'ylaysiz bu haligi tayyorlanishi oson bo'lganligi uchunmi? Yo'q, qanaqadir trendmi? Yo'q. Hamma narsa inson psixologiyasiga qarab ketyapti. Siz adaysiz, siz boboysiz. Necha yil oldin muammosiz 10 bitli gazetani ochib 1 soat o'qishgan. Ularda sabr bo'lgan, chunki ular chalg'itadigan boshqa fikrlar bo'lmagan. Biz texnologiya asrida ishlayapmiz. Siz o'zingiz hozirda xabarga kirib necha minut o'qiysiz? Siz sarlavhasini o'qiysiz, bo'ldi, ichga kirmaysiz ham kerak bo'lsa. To'g'ri? Mana o'sha Samarqand xabarlari manba ko'pligidan. Shunday kirasiz, qayerdadir nimadir bo'lgan, tamom, qiziqmaysiz hozir. Shuning uchun haligilar qisqarib ketyapti. Xabar matnlari qisqarib ketyapti. Shortlar shuning uchun keldi. Insonlar hozir 20 soniyalik shortni ko'ra olmaydi hozir. 20 soniya. 10 soniyada nimadir yetkazib bera olsangiz, siz eng professional marketolog bo'lasiz. Endi tasavvur qiling, men sizga 80 daqiqada nimani o'rgata olaman? Ya'ni bular hammasi internetda bor narsalar. Shuni aytmoqchiman, afsus bizni oliy ta'lim hozirgi davrda 210 ta universitet, endi ba'zilari bor, ishini haligi fidoyi tarzda bajaradi. Lekin aksariyati o'qituvchi internetda bor bo'lgan ma'lumotni olib bor bo'lgan qarang. Uni prezentatsiyaga qo'yib, yana darsda o'qib ham beradi. Va bu kishiga o'xshagan inson 80 daqiqa tinglash kerak. Majbur. Bu inson buni o'sha narsani bitta savol bilan ChatGPT ga yozib, o'sha 80 minutlikni 2 minutlik xulosasini o'qib tushunib yetadi, lekin o'qituvchini tushuna olmaydi talabalar. Endi qarang, 80 minutdan 4 ta para. Dunyoning qaysi bir davlatda bor bu narsa? Janubiy Koreya, Yaponiyada 50 minut. Bir para 50 minut. 2019-yil men shuni joriy etganman. Nima uchun? Ya'ni darsni qisqartirib, talabalar ko'zga yaxshi ko'rinishi uchun emas. Ya'ni dunyoda shunday narsa. Ya'ni menga 80 minut bularni ushlab turish muhimmi? Bunda savol paydo bo'ladi. Darsning samarasi nimadan iborat? Ya'ni agar men talabani 80 minut sinfxonada ushlab tursam, demak men yaxshi o'qituvchimanmi? Yoki 10-20 daqiqada 80 minutni xulosasini tushuntirib berib va aksariyati men aytgan narsani tushunsa men samaralimi? Ya'ni 80 minutda hech kim hech narsa tushunmaydi. Insonlar orqa partadagilarga umuman uxlashga tushadi. Hammada telefon bor, hamma Instagramda bu yoqda yuradi. Darsni hech kim tinglamaydi. Va bu inson aktiv keyin konspekt yozish kerak, tinglash kerak. O'qituvchi konservator bo'ladi. Hamma uni
tinglash kerak. Xudo ko'rsatmasin, biron chekkaga qarab qolsa tugadi. Ya'ni chiqarib uni tashlaydi darsdan kelib. Shuning uchun bizda hozir shu darajada ma'lumot ko'payib ketdiki, universitetlarga ehtiyoj yo'q. Bitta holat mana u ham amaliyotda uchraydigan holat. Ba'zi bir o'qituvchilarda mana konservator deb vaqtlayapsiz. O'sha prinsiplar borki, o'zidan keyin auditoriyaga kirgan talabani kirgizmaydi. Shunaqa prinsiplar ham bormi? Ko'p a? O'zidan keyin auditoriyaga kirsa kirgizmaydi. Xorijda qanday bu narsa? Qarang, xorijda mana bizda tezlikni oshirish uchun 10 kilometrlik limit bor-ku, tolerant liniyasi deymizda. Ba'zan masalan u jarima yozadigan kamera noto'g'ri ishlab qolgan degan shubha bilan biz 10 kilometrga mana hozir qaror chiqish kerak, chiqdi mumkin, kunlarda chiqdi. Bu yerda talabaga 15 minut tolerant vaqti beriladi, tasavvur qiling. Ya'ni talaba ehtiyojlari bor, ya'ni xasta talaba bo'lishi mumkin, ichib ketgan talaba bo'lishi mumkin, ya'ni lift ishlamay qolishi mumkin, tasavvur qiling, ba'zan bo'ladi. Darsiz 12-etajda lift ishlamay qoldi. 5 minutda qanday chiqasiz? Ya'ni 15 minutlik beriladi va qiziq, ya'ni ularda ikkita eshik bor, auditoriyaning ikkita eshigi bor, kechikkan orqadan kiradi. Xalaqit bermaslik uchun. Bizda mumkin asosiy muammo auditoriyalar eski tizimda, ya'ni shakllangani uchun bitta eshiklik talaba har safar kirib kelaversa, mumkin domlani masalan o'sha g'ashiga tegadi, fikrni chalg'itishi mumkin. Chalg'ish mumkin. Ba'zilar bor aytib beradigan narsasini unutadiganlar bor, masalan har xil obyektlarga qarab. Shuning uchun yoqtirmaydiganlar bor va boshqa talabalarga o'rnak bo'lmasligi uchun ham shunaqa bir qonun qoida o'ylab topishgan bizniki. Lekin men o'ylayman, muhimi davomatmi? Uzoqqa ketmaymiz. Toshkentdagi xorijiy filiallarda universitetlar, Hindiston, Koreya, shularda ma'lum bir foizgacha sizni darsga kelmaslik haqqingiz bor. Masalan aytaylik 100% bo'ladigan bo'lsa, qaysi bir universitetda 30% bo'lishi mumkin, qaysi birda 20 bo'lishi mumkin. Shu 20% ni ishlatasiz o'zingiz. Masalan tadbirlaringizdan, boshqa joydan shu darsga bormaysiz. O'sha demak imtiyozi bor. Imtiyoz bor, ha. Ya'ni chunki muhim narsa hozirgi vaqtda davomat emas, galstuk kishim, milliy kiyimlar emas. Hozirgi vaqtda talaba qay bir mahsulotni sizga yetkazib bera oladi, kommersializatsiya, tijoratlashuv asosida. Ya'ni universitet talabani g'oyasidan pul ishlaydigan bo'lsa, bu talaba kelmasin darsga. Nima qiladi kelib? Ba'zi talabalar bor, yana o'sha narsa maktabga qaytadigan bo'lsa, ya'ni agar bolani, talabani, o'quvchini qat'iy nazar maktabda, universitetdan bezdiradigan o'qituvchi bo'ladigan bo'lsa, uni darsga kelishdan nima foyda? Ish asol olmaydi. U o'qituvchiga qarab allergiyasi qo'zg'aydi. Ya'ni unga o'qituvchiga nisbatan nafrati bor. Yoki tanganing ikkinchi tomoni bor. Talabani ilmiy potensiali o'qituvchidan ziyod. Va bu hozir hodisalar ko'p, bunaqa hodisalar ko'p. Ya'ni keyslar juda ham ko'p. Shuning uchun men o'ylayman, davomat asosiy belgilovchi indikator bo'lmasligi kerak deb o'ylayman. Bu noto'g'ri. Biz buni 30 yil davomida davomatga nima deydi, qat'iy choralar ko'rib nimaga erishdik? Hech narsa o'zgarmadi. Hech narsa. Boy bergan faqat talaba bo'ldi. Kimgadir pora taklif etib, masalan, kursdan kursga yiqilmasligi uchun yo borib dekanatda ishini hal qilib keladi. Ya'ni aslida haligi nima deydi? Rus tilida жертва deydi, talaba bo'ladi. Ya'ni o'sha minuslarni, ambalarini borib yopish kerak. Yopishi choralarini ba'zan nomaqbul yo'llar bilan yopadi borib. Davomat masalasi hech qachon bizni kelajagimizni belgilab beradigan faktor emas. Raqobat bo'lsin, ya'ni o'sha o'qituvchini darsi haqiqatan qiziqarli bo'lsa, haqiqatan men uni tushuntirib berganini boshqa hech qayerdan ola olmasam, haqiqatan ham u meni bilimimni kechadan bugunga rivojlantirib farq yaratadigan bo'lsa, boradi talaba. Lekin ba'zi o'qituvchilar borki, uni darsini eshitdingiz nima, eshitmadingiz nima? Ya'ni uni darsiga borgandan keyin sizni nafaqat bilimingiz oshadi, sizga bilimga bo'lgan nafrat oshadi. Agar shu inson, ya'ni o'qituvchi bo'lgan bo'lsa, men hayotda o'qituvchi bo'lmayman deb aytadiganlar bor. Ilm fandan haligi bezgan insonlar bor. Shuning uchun men o'ylayman, davomat bu eski maktab vakillarini quroli hisoblanadi. Talabalarni tuzoqqa tushirish uchun, talabadan nomaqbul yo'llar bilan pul ishlash uchun o'ylab topilgan
sovet mafkurasi hozirda O'zbekiston oliy ta'limini quroli hisoblanadi. Dunyoda yo'q narsa, talaba o'ziga ishonsa, masalan, umuman darsga bormay turib, yakuniy oraliqlar, joriylardan agar 100 ga 100 topshiradigan bo'lsa, topshiraversa. Menga shu kerak emasmi? Ya'ni men to'yxona emas-ku, 400 ta stolga, har bitta stolga pul olsa. Ya'ni meni darsimga 100 ta odam keldi nima, 50 ta keldi nima? Davlat menga oylikni beradi, o'sha svetlar ishlatilyapti. Muhimi oxirida talabani imtihonlardan o'tib, ya'ni bu davlatga, o'zini jamiyatiga xizmat qila oladigan, tadbirkor ruhi bilan katta bo'lgan bir kelajak kerak menga, robot emas. Shuning uchun davomat, milliy kiyim, bu kiyim, forma, galstuk bular qurol. Buni ishlatishadi. Ya'ni qariydi agar paypoq kalta bo'lsa, sinfga qo'ymaydi, soch kesilmagan bo'lsa, sinfga qo'ymaydi, yo boshqa bir sopol olinmagan bo'lsa qo'ymaydi. Nimaga erishamiz bu? Ya'ni dunyo qayerga qaytib ketyapti. Masalan, qancha rektorlar bor, soqol bilan yuradi chet elda. Ya'ni Rossiyaga boring, Amerikaga boring. Ba'zan hayron qolasiz, katta universitet rektori xuddi bir 3 oy sartaroshga bormagandek. Haqiqatdan ham yuribdi-ki mana hech. Shuning uchun insonni tashqi qiyofasi emas, insonni o'sha sohada beradigan qo'shimcha qiymati muhim. Agar biz shu insonlarni, aytdim, universitetlarning ikkita vazifasi bor. Uchinchisi yo'q. Ikkita vazifasi. Bittasi o'sha kitob maqola chop etish va ikkinchi eng muhim vazifasi kelajakda yangi ish o'rinlari yaratadigan, o'zini tengqurlarini ishga oladigan talabalar, talantlarni kashf etish kerak. Uchinchisi yo'q, ya'ni forma, galstuk, davomat, mana bu nazorat yo'q. Qarang, ikkita bor. Bizni afsus universitetlarimiz ikkita haligidan ketmayapti-yu, uchinchi o'zlari kashf etgan, sun'iy tarzda kashf, dunyoda tengi bo'lmagan yo'l bilan borishyapti. Shuning uchun biz orqadamiz, qarang. Shuning uchun butun global indekslarda biz orqadamiz. Agarki bizda dunyo yangi reyting chiqarsa edi, formashim, bilmadim yana nima, galstuk, davomat, mumkin o'sha reytingda biz birinchi o'rinni olardik. Quvonarlisi unaqa reyting yo'q. Shuning uchun men o'ylayman, bizni ismi chiroyli bo'lgan hamma narsani afsuski biz suiiste'mol qilyapmiz. Double degreelar, dual ta'limlar, kredit modul tizimlari hammasi abgor holatda. Men shaxsan o'zim ko'ngilli sifatida, masalan, istalgan universitet meni chaqirsa, borib o'zim ko'rsatib beraman. Qayerdan xato ketyapti ularda. Azamat aka, mazmunli suhbat uchun katta rahmat, ishtirokingiz uchun katta rahmat. Loyihamiz nomidan, loyiha ijodkorlarimiz nomidan minnatdorchiligimizni bildiramiz. Shu bilan bugungi loyihamizni sonini yakunlaymiz. Shunday. Bugungi loyihamiz juda ham qiziqarli, mazmunli suhbatga boy bo'ldi. Katta rahmat. Katta rahmat. Salomat bo'linglar. Sizga ham rahmat. Ishlaringizga muvaffaqiyat. Omad tilab qolaman va bu chiroyli bir do'stona suhbat dasturini yanada ko'proq xalqqa xizmat qiladigan, xalqning fikrini eshitadigan va qo'shimcha qiymat yarata oladigan xalqni va Samarqand shahrini asosiy xalq sevadigan dasturlarga aylanishiga tilab qolaman.